Assalomu alaykum do'stlar. Mana bu mishalkalarimiz remontga kelgan qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Hop, tavsiya bergan bo'lardik. Stupitseli mishalkalarni iloji boricha tavsiya qilmayman. Mana ahvolini ko'rib turishingiz mumkin. Keyin mana konsiz, mana ko'rishingiz mumkin. Hammasini dalda shunaqa mana. Mana. Asosan mana shu konussi mana yerlarda konuslar mana shu yerlardan ketadi mana. Dars bo'lib, boshqa bo'lib suv quyib yuboradi, keyin mana stupitsani yeydi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana shu yerga svarka urlarga mana yumshab ketadi. Mana hamshagalarning dadda shu, hammasini dadda shu mana. Ko'rishingiz mumkin. Bitasini ishkib singan, bitasini boshqa joyda kasal mana. Bitasini ishkib to'g'lash kerak, g'ildirlarni to'g'lash kerak. Xohlasa bularni remontga keyingi jarayonlarni ham ko'rsatamiz. Nasib bo'lsa tavsiya qilgan bo'lardik. Xo'p. Endi o'zini tovarini maqtash bo'lishi mumkin, lekin endi sizlar tushunasizlar. Hop, konuslik qirg'li o'q. Mana qirg'li o'q. Promoy mana Maxaviga varid bo'lgan sakoy elektrodda. Qirg'li pachimnilar, 14 volt shayba. Mana alyuminiy shkip. Adashmasam 42 lik diametri. Gaka bolt yechiladi. Mana ham baqa chiqadi. Mana barabarni olganda yechiladi. Motor. Hop, yana aytib o'tish joiz deb o'ylayman. Mana tormoznoyimiz bor. Qolganiga qaraganda manida ketmaydi. Alohida. Shu sababli ham uncha baland taraflarga kuch kelmaydi. Mana shu sistemalarga, boshqaga. Hop. Aqabaqa qilishga udobniy. Yaxshi. 3 talik, 4 talik emas, qo'l o'ralib qolmaydi. Hop. Bu nimaga kelgan degan savolga. Hop. Og'darib o'ralgan, mana. Og'darib o'ralgan. Motor ozgina pachoq bo'lib qolgan, yana bitta ikkita og'darilgan hisobiga ozgina muammolar bo'lgan. O'sha ikkilingan. Lekin holati yaxshi ishlaydi. Boshqa bo'lgani yo'q. Og'darasa ham ishlayvergan sizlar. Ko'rib bering deb kelishgan. Fudrabilka remontga kelgan mishalkalar bilan. Mana ko'rishingiz mumkin. Ish ko'rinishi. Mana. Sakoy elektrodi bo'lgan, qirg'li o'q. Mana shunday holatda ichki tuzilishi 1-1,5 sm qalinlikda bo'ladi. Lopatalari mana 3 ta lopatali. 3 ta lopatali qo'yiladi. Bu mishalkada bo'lsa mana bu ham 3 ta lopata, lekin palasilistdan qo'yib qo'yilgan. Mana tanlov o'zingizga bog'liq. Mana aytgan tormozni ham mana bularda mana shunday qilib qo'ygan. Через shishni mashinaning o'ziga mahkamlab qo'yilgan. Oddiy va sodda. Stupitsaga tavsiya bermayman. Lekin mana ichida katta kilo tushadi. Shuni hisobiga. Stupitsa uzilib ketishi mumkin. O'qa. Shuni hisobiga ko'p ko'rdik bunaqa holatlarni. O'zim bir oldik shunaqasidan. Robotchisini. Keyin videolarimizni ko'rgan bo'lsangiz qo'yib o'tganman. Stupitsalarni o'zimiz o'qqa almashtirganmiz. Shuna gaplar, shunalar. Tavsiya bermaymiz stupitsalarni. Qachondir sinib ketishi mumkin. Remontga qo'yib o'tiraversizlar. Yangi materiallarda qilingan. Hammasi. Ba'zilar aytdi, robotchi qo'ygan. To'g'ri, robotchi ba'zi joylarga qo'yilishi mumkin.
Mana shu yerga endi bunaqa narsa yangi bo'lmaydi, novoy bo'lmaydi hech qachon. Hamma mashinadan qo'yayotgan. Ishlab chiqqan narsani. Yangisini hech hayotda topish qiyin. Topsangiz ham qimmatga olasiz. Yaponskiy почивник qo'yilgan ikkalayog'iga. Hop, qirg'ili почивниlar ham, chiqirg'ili почивник. Yana mana usti qirg'ili deb o'ylayman. Qirg'ili почивниlarni ham korobkasidan ochib qo'yiladi. Xudo xolisa video qilib joylab qo'yaman. Yangi Xitoy motorlar, indikatori bilan. Hop. Kilovati 3,5 kilovat, 1,5 ming оборот. Ko'rishingiz mumkin. Ko'p joylar sakovoy elektroda. O'sha zvezdichkamiz ham, kichkina tishimiz ham ikkala tarafi sakovoy elektroda qo'yiladi. Nimaga sakovoy elektroda qo'yiladi? Qalinligi, qattiqligi jihatdan dars ketish ehtimoli bor. Yaponskiy почивниlar. Yaxshi ko'rinmayapti. Qisqasi yangi почивниlar. Shu ish joyimizda shunaqa qilib qolgan. Bo'lmaysizlar. Mana ko'rsatib o'taman. Sakovoy elektroda mana shunaqa oyna singari bo'lib qoladi mana. O'sha quyib ketilganda mana. Mana. Shunaqa oyna sifat bo'ladi. Ilgarilar biladi buni. Bitta mishalkamiz tayyor bo'lib qoladi-da. Xo'p, yana nima? Yana nima degan savolga. Xo'p, durabilkalar. Atsinkovni nelesdan qilinadi bizda. Arabalarga to'xtaladigan bo'lsak, arabalar. Mana qanday arabalar, bu bizdan emas, lekin patrullar mana remontga kelgan. Do'stlar, Xitoyga mana shunaqa qarashlis urib yuborilibdi. Ko'rishingiz mumkin. Arabalar ham bor. Mana ko'rishingiz mumkin, mashina tushgan. Mashina holatda. Bu ham remont kelgan. Bizdan emas. Xo'p, bizni arabamiz. Mana. Ko'rishingiz mumkin. Yuk bilan turibdi. Skuter bor. Xo'p, mana stupitsali mishalkani yana bitta dalili mana. Bo'lmasligini. Yangi mishalka mana olib turibdi. Egalari mana g'istimlar kelibdilar, bir amallar. Shu gap tavsiya beramiz. Siz yana bilasizlar. Qalin lis bo'lsa ham mana dashimizdan 3 mm lis qilingan. Mashina o'qishlab turadi-da. Nima deysizlar boshqa? Sizlarga mana tayyor mana. Qaysi biri yolg'on? Stupitsami yo bu? O'zingni xulosa chiqarib olaverasizlar. Asosan mana shu yerda uzilib ketadi. Qavan shtangiga o'lchachi. Necha ekan? Mana. Yaxshi ko'rinmayapti. Qirg'ilida. Necha? O'ttizlik ekan. Yaxshi ko'rinmayapti-yu. Hop. Bu yer 20lik. 30 ga 20. 30 ga 20 bo'lgan taqdirda ham uzilib ketibdi. Ko'rishingiz mumkin. Bittaga men
Mana shu atroflarni qalin qilgan taqdirda yo konus qilgan taqdirda ham mana shu yerdan uzilib ketadi. Konuslilar shunaqa. Konuslar mana shu yerdan uzilib ketadi. Agar kelganda mana shunaqa holat bo'ladi. Nima deyish mumkin? O'shani oldini olish uchun shu hali ko'rsatib o'taman. Traktor mahavining o'ziga quyma temirga mana shuni svarga qiladi. Sakovoy elektrotda. Mana tarafiga 14 ga rezbechib, maydon tekislab. Mana shu joylarga sakovoy elektrotda quyiladi. Oldi orqasiga. Umuman suv tommaydi. Mana shu tishi o'zini o'rtasidagi mahaviga bo'ladi. Shuni quyiladi. Qanomat bo'ladi. Hop, mana shularga shunaqa bo'ldi. Bu kulturali tushunuvlarga. Ha, bitta. Ha, bo'ldi mana. Tayyor. Ha, yaxshi mana shu kashalarni qo'yib qo'ydim. Mana kasha qo'yib qo'ydim. Ne boshqa rejam yo'q. Yangi misolga ahvol. Qanday holat. No, to ja mam Magda.